Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun siz bilan juda muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni muhokama qilamiz. Hamma uchun, har bir bank karta egasi uchun ogohlantiruvchi va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlar bilan bo'lishaman. Shu sababli videoni bir soniyaga ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qiling. Agar siz o'z pullaringizni xavfsiz saqlashni va qonuniy muammolarga duch kelmaslikni istasangiz, bu siz uchun o'ta dolzarb. Shuni eslatib o'taman. Bugungi mavzu barchamizga tegishli bo'lib, bank kartalaridan foydalanish bo'yicha qabul qilingan yangi qoidalar haqida gap ketadi. Bu qoidalar sizning kundalik moliyaviy amaliyotingizga jiddiy o'zgarishlar olib keladi va ba'zi amallar endilikda qat'iyan taqiqlanadi. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, bu videoga like bosib qo'ying, toki muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Keling, avvalo, hozirgacha vaziyat qanday edi? Endi nima o'zgardi, shuni tushunib olaylik. Ilgari biz bank kartalarimizdan deyarli hech qanday cheklovlarsiz foydalanardik. Pul o'tkazmalarini amalga oshirish, naqd pul yechib olish, onlayn xaridlar qilish barchasi odatiy va ko'pincha hech qanday qo'shimcha so'rovlarsiz bajarilardi. Do'stimizga qarz berish uchun yoki xizmat haqi sifatida shunchaki karta raqamini bilgan holda yoki telefon raqami orqali istalgan miqdordagi pulni jo'natardik. Banklar asosan katta miqdordagi shubhali tranzaksiyalarga e'tibor qaratardi. Endilikda vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Yangi qoidalar joriy etilishi bilan banklar va tegishli moliyaviy tashkilotlar kichik va o'rta miqyosdagi harakatlarga ham diqqat bilan qaray boshlaydi. Bu moliyaviy jinoyatlarning oldini olish, ayniqsa pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va norasmiy iqtisodiy faoliyatni kamaytirishga qaratilgan global tendensiyalarning bir qismi. Bu o'zgarishlar shaffoflikni oshirish va har bir fuqaroning moliyaviy xavfsizligini ta'minlash maqsadida kiritilmoqda. Endi esa yangi qoidalar qanday va ular sizning moliyaviy harakatlaringizga qanday ta'sir qilishi batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi qoida: anonim PKP o'tkazmalariga cheklovlar. Nima o'zgaradi? Oldinlari biz ba'zida shunchaki telefon raqami orqali yoki faqat karta raqami orqali qabul qiluvchining ismini aniq bilmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshira olardik. Endilikda banklar qabul qiluvchining shaxsini aniqlashni talab qiladi. Agar siz pul o'tkazayotgan shaxsning familiyasi va ismi tizimda ko'rinmasa yoki sizdan uni tasdiqlash talab qilinsa, o'tkazma amalga oshmasligi mumkin. Bu ayniqsa mobil ilovalar orqali amalga oshiriladigan o'tkazmalarga taalluqli bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Bank kartasini to'lovlarni qabul qilish uchun ishlatadigan, ammo to'lovchining shaxsini tasdiqlamasdan ishlaydigan kichik tadbirkorlar va frilanserlar. Misol uchun, Telegramdagi guruhlar orqali xizmat ko'rsatadigan va mijozlardan shunchaki raqam orqali to'lov qabul qiladiganlar. Shuningdek, firibgarlar ham bu qoidadan qattiq zararlanishadi. Chunki ular uchun anonimlik moliyaviy jinoyatlarning kaliti edi. Kim xavotir olmasligi kerak? Do'stlar va tanishlarga pul o'tkazadigan oddiy fuqarolar. Chunki ularning bank hisob raqamlari yoki karta ma'lumotlari odatda bankda ro'yxatdan o'tgan bo'ladi va ism sharif avtomatik tarzda ko'rinadi. Misol tasavvur qiling. Sizga noma'lum bir odam internet orqali xizmat ko'rsatishni taklif qildi va buning uchun to'lovni telefon raqamiga o'tkazishni so'radi. Ilgari siz shunchaki raqamni kiritib o'tkazib yuborardingiz. Endi esa siz pul o'tkazishga uringaningizda qabul qiluvchining ismi aniq ko'rinmasligi mumkin yoki bank sizdan bu ma'lumotni tasdiqlashingizni talab qilishi mumkin. Agar ism ko'rinmasa va tizimda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, o'tkazma rad etilishi ehtimoli yuqori. Bu firibgarlar uchun juda qulay yo'l edi, chunki ular hech qanday iz qoldirmasdan pulni olib qo'yib bo'lishardi. Endi bu yo'l yopiladi. Ikkinchi qoida: ma'lum miqdordan ortiq o'tkazmalar uchun majburiy izoh, maqsadini ko'rsatish. Nima o'zgaradi? Endilikda ma'lum bir summadan, masalan 5 yil 10 million so'm yoki undan yuqori oshadigan bank o'tkazmalari uchun sizdan o'tkazmaning maqsadini ko'rsatish talab qilinadi. Bu qarzni qaytarish, sovg'a, xizmat uchun to'lov, ijara haqi kabi aniq izoh bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar bank tomonidan tranzaksiyalarni tahlil qilish va moliyaviy faoliyatning qonuniyligini tekshirish uchun ishlatiladi. Kim xavotir olishi kerak? Katta miqdordagi pulni muntazam ravishda, ammo rasmiy tarzda hujjatlashtirmasdan o'tkazadigan shaxslar. Bu xususan norasmiy savdo-sotiq bilan shug'ullanuvchilar, tadbirkorlar va ijara beruvchilar uchun muhim. Agar siz muntazam ravishda 10 million so'mdan ortiq summalarni do'stga yordam yoki qarz deb
o'tkazsangiz, bank buning sababini so'rashi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Bir martalik. Kamdan kam hollarda yirik o'tkazmalar qiladigan fuqarolar, masalan, avtomobil sotib olishda dastlabki to'lovni o'tkazish yoki kvartira sotib olishda. Ammo bu holda ham maqsadni aniq ko'rsatish muhim. Misol, faraz qiling, siz eBayga million so'mga uy jo'zi sotib oldingiz va to'lovni sotuvchining kartajiga o'tkazmoqchisiz. Ilgari shunchaki summani kiritib jo'natardingiz. Endi esa sizdan uy jihozlari uchun to'lov yoki xarid kabi izoh kiritish talab qilinadi. Agar siz bu izohni kiritmasangiz yoki noaniq izoh qoldirsangiz, bank sizdan qo'shimcha ma'lumot so'rashi yoki o'tkazmani vaqtinchalik ushlab turishi mumkin. Bu ayniqsa soliqlardan qochish maqsadida norasmiy pul aylanmalarini amalga oshiruvchi tadbirkorlar uchun muhim. Endi bunday amaliyotlar ancha murakkablashadi. 3-qo'yda firibgarlik holatlarida karta egasining javobgarligi oshiriladi. Nima o'zgaradi agar siz o'zingizning bank kartangiz ma'lumotlarini, masalan, PIN kod, SHVC2, SHVV2 kodlari, bir martalik SMS kodlari 3-shaxslar bilan bo'lishsangiz va buning natijasida hisobingizdan pul yechib olinsa, endilikda sizning javobgarligingiz keskin oshadi. Banklar bunday holatlarda pulni qaytarish majburiyatini kamaytiradi. Chunki siz o'zingiz xavfsizlik qoidalarini buzgan hisoblanasiz. Kim xavotir olishi kerak? Bank xodimlari yoki boshqa rasmiy tashkilot vakillari deb o'zini tanishtirgan firibgarlarga ishonib maxfiy ma'lumotlarni beradigan har bir kishi. Ayniqsa yosh kattalar va internet savodxonligi past bo'lgan fuqarolar ko'pincha bu tuzoqqa tushib qolishadi. Kim xavotir olmasligi kerak? O'zining moliyaviy ma'lumotlarini qat'iyan hech kimga oshkor qilmaydigan, xavfsizlik qoidalariga rioya qiladigan ongli foydalanuvchilar. Misol, sizga bank nomidan SMS keldi. Unda kartangiz bloklanganligi va uni qayta faollashtirish uchun havolaga o'tib ma'lumotlaringizni kiritish so'ralgan. Yoki sizga qo'ng'iroq qilib bank xodimi deb o'zini tanishtirgan shaxs kartangizga pul tushganini, ammo uni tasdiqlash uchun SMS orqali kelgan kodni aytishingizni so'radi. Oldinroq. Ba'zi holatlarda banklar qisman javobgarlikni o'z zimmasiga olib yo'qolgan pullarni qaytarishi mumkin edi. Endilikda agar siz bu kodni o'zingiz bergan bo'lsangiz, bank sizning mablag'ingizni qaytarishdan bosh tortishi ehtimoli juda yuqori. Chunki bu sizning o'zingiz xavfsizlik qoidalarini buzganingizni anglatadi. Xususan, Telegram orqali tezkor pul ishlash deb nomlangan har xil to'dalar kartangiz ma'lumotlarini so'rab pulingizni olib ketishadi. Endi bunday holatda bank sizning pulingizni qaytarib bermaydi. 4-qo'yda shaxsiy hisoblar orqali amalga oshiriladigan umumiy PIP o'tkazmalarga oylik cheklovlar. Nima o'zgaradi? Shaxsiy bank kartalari orqali bir oy davomida amalga oshiriladigan PDP kishidan kishiga o'tkazmalarning umumiy miqdori va soniga yangi cheklovlar joriy etiladi. Bu cheklovlar asosan jismoniy shaxslarning kartalarini noqonuniy tadbirkorlik faoliyati yoki qora bozor operatsiyalari uchun ishlatishning oldini olishga qaratilgan. Masalan, bir oyda umumiy 100 million so'mdan ortiq o'tkazmalar yoki 20 martadan ortiq pul o'tkazish shubhali deb bog'lanishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Jismoniy shaxs kartasidan doimiy ravishda ko'p sonli yoki katta miqdordagi to'lovlarni qabul qiladigan yoki o'tkazadigan shaxslar, bu xususan onlayn do'konlar egalari, xizmat ko'rsatuvchilar, ijaraga beruvchilar va savdo-sotiq bilan shug'ullanuvchi shaxslarga taalluqli bo'ladi. Ular o'z faoliyatini rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Oylik o'rtacha 5-10 million so'm miqdoridagi o'tkazmalar bilan cheklanadigan va asosan shaxsiy ehtiyojlar uchun kartadan foydalanadigan fuqarolar. Misol, tasavvur qiling. Siz kiyim-kechak sotish bo'yicha kichik onlayn biznes yuritayotgandingiz va mijozlaringizdan to'lovlarni shaxsiy kartangizga qabul qilardingiz. Oyiga ehimda 6 ta mijozdan har biridan ertakay turli summalarda pul tushardi. Misol uchun, bir oyda umumiy 2 million so'mga yaqin mablag' shaxsiy kartangiz orqali aylanardi. Ilgari bunga deyarli hech kim e'tibor bermasdi. Endilikda banklar bunday faoliyatni shubhali deb hisoblashi mumkin va sizdan bu pullarning manbai yoki maqsadini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashi mumkin. Agar siz rasmiy tadbirkorlik subyekti sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, bu siz uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Jumladan, kartangiz bloklanishi yoki soliqlarga tortilishingiz. 5-qo'yda uzoq vaqt foydalanilmagan va shubhali kartalarni qayta tekshirish. Nima o'zgaradi? Agar sizning bank kartangiz uzoq vaqt, masalan 1 yil yoki undan ortiq
faol bo'lmagan bo'lsa, bank sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilashni yoki hatto ushbu kartani qayta faollashtirishni talab qilishi mumkin. Shuningdek, agar bank tizimi sizning kartangizda g'ayritabiiy odatiy harakatlaringizdan farq qiluvchi tranzaksiyalarni aniqlasa, masalan, bir vaqtning o'zida bir nechta chet davlatda xarid qilishga urinishlar yoki juda katta summadagi to'satdan kiruvchi o'tkazmalar, bank sizdan daromad manbaini tasdiqlovchi hujjatlar so'rashi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Bir nechta banklarda bir nechta kartalarga ega bo'lgan, ammo ularning ba'zilaridan deyarli foydalanmaydigan shaxslar, shuningdek, daromadi rasman tasdiqlanmagan holda katta miqdordagi mablag'larni qabul qiladigan yoki o'tkazadigan shaxslar, bu xususan yashirin daromadga ega bo'lganlar yoki pullarni rasmiy iqtisodiyotdan yashirishga urinayotgan shaxslarga taalluqli. Kim xavotir olmasligi kerak? Kartalardan muntazam va qonuniy ravishda foydalanadigan, daromad manbai aniq bo'lgan fuqarolar, misol, sizda 2 yildan beri foydalanmayotgan ikkinchi kartangiz bor edi. Bir kuni sizga bankdan SMS kelib, kartangizdagi ma'lumotlarni yangilash talab qilinayotgani yozilgan. Agar siz buni qilmasangiz, kartangiz butunlay bloklanishi mumkin. Yoki faraz qiling, sizga kutilmaganda juda katta miqdorda pul kelib tushdi. Masalan, 500 million so'm va bu sizning odatiy daromadlaringizdan keskin farq qiladi. Bank darhol bu tranzaksiyaga e'tibor qaratadi va sizdan bu pulning manbasini, masalan, mulk sotish shartnomasi, meros hujjatlari, biznesdan olingan daromadni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etishingizni so'rashi mumkin. Agar siz asosli sababni ko'rsata olmasangiz, mablag'lar muzlatilishi va hatto tegishli organlar tomonidan tekshiruv boshlanishi mumkin. Keling endi bu qoidalarning ayrim istisnolari, tuzoqlar va ko'zdan panada qoladigan jihatlarni ko'rib chiqaylik. Istisnolar va nozik jihatlar: birinchidan, yuqorida aytib o'tilgan cheklovlar odatda jismoniy shaxslar o'rtasidagi PYP o'tkazmalariga tegishli. Yuridik shaxslar va tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi o'tkazmalar uchun boshqa qoidalar amalda bo'ladi. Chunki ular allaqachon rasmiy hisobvaraqlar orqali amalga oshiriladi va har bir tranzaksiya hujjatlashtiriladi. Biroq, agar tadbirkor shaxsiy kartasidan doimiy ravishda biznes maqsadlarida foydalansa, bu yuqoridagi cheklovlarga tushishi va muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun biznes uchun alohida korporativ karta yoki tadbirkorlik hisobvaragidan foydalanish shart. Ikkinchidan, o'tkazmalarning maqsadini ko'rsatish talabi har doim ham darhol qo'llanilmasligi mumkin. Ba'zi banklar avvaliga ma'lum bir miqdordan yuqori o'tkazmalar uchun avtomatik ravishda so'rov yuborishi mumkin. Keyinchalik, agar siz doimiy ravishda bir xil shaxsga katta miqdorda pul o'tkazsangiz, bank sizdan shu shaxs bilan bo'lgan munosabatingizni yoki o'tkazma maqsadini isbotlovchi hujjatlarni so'rashi mumkin. Bu masalan, do'stga muntazam qarz berib turuvchilar yoki oila a'zolariga moddiy yordam ko'rsatuvchilar uchun ahamiyatli. Ba'zida bank sizni pul yuvish yoki firibgarlik shubhasida tekshira boshlashi mumkin. Uchinchidan, bank xavfsizlik tizimlari doimiy ravishda rivojlanib boradi. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish algoritmlari sizning moliyaviy harakatlaringizdagi anomal xatti-harakatlarni aniqlashda tobora samarali bo'lmoqda. Masalan, agar siz odatda kichik xaridlar qilsangiz va to'satdan chet elda minglab dollar miqdorida xaridni amalga oshirsangiz, bank darhol kartangizni bloklashi mumkin. Bu firibgarlikning oldini olish uchun qilinadi. Sizga bankdan tasdiqlash uchun qo'ng'iroq kelishi mumkin. Agar o'tkazma shubhali deb topilsa, lekin siz haqingizda salbiy ma'lumotlar mavjud bo'lmasa, bank sizdan hujjat talab qilmasdan kartangizni faollashtirishi mumkin. Ammo agar sizning oldinlari shubhali tranzaksiyalaringiz bo'lgan bo'lsa, vaziyat murakkablashadi. To'rtinchidan, ba'zi banklar kichikroq miqdordagi o'tkazmalar uchun ham ba'zi cheklovlarni qo'llashi mumkin. Masalan, kunlik o'tkazmalar soni bo'yicha cheklovlar. Bu ayniqsa ko'p sonli mayda to'lovlarni qabul qiluvchi frilanserlar yoki onlayn savdo bilan shug'ullanuvchilar uchun muhim. Ushbu cheklovlar bankning ichki siyosatiga bog'liq bo'lib, ular turli banklarda har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz foydalanadigan bankning shartlari bilan tanishib chiqish har doim foydalidir. 5-dan, daromad manbaini tasdiqlash masalasi ko'pchilikni xavotirga soladi. Bu faqatgina katta daromadga ega bo'lganlar uchungina emas. Agar sizda muntazam ish joyi bo'lmasa-da, doimiy ravishda katta miqdorda pul kirib tursa, bank sizdan bu pullarning qayerdan kelayotganini so'rashi mumkin. Misol uchun, agar siz ijaraga kvartira beradigan bo'lsangiz,
Bank sizdan ijara shartnomasini taqdim etishingizni so'rashi mumkin. Agar siz onlayn platformalar orqali xizmat ko'rsatsangiz, bu platformalardan olingan daromadlar to'g'risidagi hisobotlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda hech qanday hujjat bo'lmasa, bank sizni soliqlardan qochishda gumon qilishi mumkin. Bu esa jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Endi esa amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Qaysi hujjatlarni yig'ish kerak? Kimga murojaat qilish kerak? Birin, o'z banklaringiz bilan bog'laning. Eng birinchi qadam bu siz foydalanayotgan banklar bilan bog'lanish va ulardan yangi qoidalar, o'tkazmalar bo'yicha cheklovlar hamda daromad manbaini tasdiqlash talablari haqida batafsil ma'lumot olish. Har bir bankning o'ziga xos talablari bo'lishi mumkin. Siz bankning veb-saytiga tashrif buyurishingiz, mobil ilovadagi yangiliklar bo'limini tekshirishingiz yoki bevosita bankning kol markaziga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ba'zi banklar hatto yangi qoidalar bo'yicha batafsil PDF qo'llanmalar ham taqdim etishadi. 2. Shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilab turing. Pasport ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, doimiy yashash manzilingiz yangilangan bo'lsa yoki telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, darhol bankka xabar bering. Eski ma'lumotlar bilan hisobingiz bo'lsa, bank uni bloklashi mumkin. Bu ayniqsa uzoq vaqt foydalanilmagan kartalar uchun muhim. Ba'zida hatto ish joyingiz o'zgarganini ham bankka xabar berishingiz talab qilinishi mumkin. Agar siz bankdan katta miqdorda kredit olgan bo'lsangiz. 3. Har bir tranzaksiyaga diqqat bilan yondashing. Pul o'tkazmalari paytida qabul qiluvchining ismini tekshirishni unutmang. Agar sizdan o'tkazma maqsadini ko'rsatish talab qilinsa, aniq va rost ma'lumotlarni kiriting. Xizmat uchun, tovarlar uchun to'lov, ijara haqi kabi aniq izohlar sizni kelajakdagi muammolardan qutqarishi mumkin. Agar siz qarzni qaytarayotgan bo'lsangiz, qarzni qaytarish deb yozing. Izoh qisqa va tushunarli bo'lishi kerak. 4. Rasmiy faoliyat uchun alohida hisobvaraq oching. Agar siz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, hatto kichik miqyosda bo'lsa ham, darhol tadbirkorlik subyekti sifatida ro'yxatdan o'ting va shaxsiy kartangizni biznes uchun ishlatishdan to'xtang. Biznes uchun alohida korporativ karta yoki hisobvaraq oching. Bu sizni soliq muammolaridan va shaxsiy kartangizning bloklanishidan himoya qiladi. Soliq idorasiga murojaat qilib, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. 5. Daromad manbaini tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Agar sizga katta miqdorda pul tushsa, masalan, mulk sotishdan, merosdan, katta miqdordagi sovg'adan, tegishli shartnomalar, vasiyatnomalar, sovg'a shartnomalarini saqlab qo'ying. Bank so'raganda ularni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Hatto uy oldi sotish shartnomasi yoki avtomobil sotish shartnomasi ham bank uchun dalil bo'lishi mumkin. Agar siz onlayn platformalar orqali pul ishlayotgan bo'lsangiz, platformadan olingan to'lovlar to'g'risidagi hisobotlar ham mos keladi. 6. Xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qiling. Bank kartangiz ma'lumotlarini, ayniqsa PIN kod, SHIVI kodlari va bir martalik SMS kodlarini hech kimga bermang. Hech qachon bank xodimi deb o'zini tanishtirgan shaxsga SMS orqali kelgan kodni aytmang. Bank xodimlari hech qachon sizdan bu ma'lumotlarni so'ramaydi. Shubhali havolarga o'tmang, noma'lum dasturlarni o'rnatmang. Bular oddiy qoidalar bo'lsa-da, ularga rioya qilish sizni katta moliyaviy yo'qotishlardan saqlaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda moliyaviy tizimda shaffoflik va xavfsizlikka bo'lgan e'tibor har qachongidan ham yuqori. Bu yangi qoidalar aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Ular avvalo noqonuniy moliyaviy operatsiyalarning oldini olishga qaratilgan bo'lib, halol va vijdonli fuqarolar uchun moliyaviy muhitni yanada xavfsizroq qilishga yordam beradi. Garchi dastlab bu o'zgarishlar ba'zi qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin bo'lsa-da, uzoq muddatda bu bizning barchamizning moliyaviy farovonligimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlash uchun har doim hushyor bo'ling va yangiliklardan xabardor bo'lib boring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu yangi qoidalar haqida siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.